hurmatli tadbirkorlar, mana bugungi kelgusi yig'ilishimizning ma'nosi shu tadbirkorlarni ish bilan ajratib, ish bilan ishini band qilish, ya'ni o'zini band qilgan holda ish o'rni yaratish, tadbirkorlarga ajratib ularni ish bilan ta'minlash, ish o'rni yaratish masalamiz asosiy nimasi. Shu bo'yicha yig'ilish qilyapmiz. Kimda qanday muammolar bor, mijozlarga qanday kredit ajratish kerak, yo kredit ajratishda muammolar bormi? Masalan, biz ajratayotgan kreditlar jismoniy va yuridik shaxslarga kreditlar ajratamiz. Jismoniy shaxslarga hozir o'zimiz band qilgan holda mahallada ijtimoiy kreditlar ajratilyapti. U ham o'zi band bo'lyapti, to'g'ridan-to'g'ri ham ish bilan ta'minlanyapti, ham tadbirkorlikning ilk bosqichini boshlayapti. Ya'ni u tadbirkorlik bosqichini boshlab, 30 million kredit olib o'zini biznesini yaratyapti. Undan keyin yoniga yana ish o'rnini olib, yakka tadbirkor qilib ochib, yanada ish o'rinlarini yaratyapti. Undan keyin bu imtiyozlardan oxiri, ya'ni ish o'rinlarini ko'paytirib, shu davlatimizga ham o'ziga ham boshqalarga yordam ko'mak ko'ryapti.